Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Har bir ayolning yuzidagi eng katta muammolardan bittasi o'g'ridan qutulish yo'lini xohlasangiz shu videomni oxirigacha ko'ring, chunki men ham shu o'g'rilardan qiynalib, shunaqa chiroyli yuzga ega bo'ldim. Aynan o'tgan yili mana shu rasmdagidek o'g'rilar toshib ketdi. Hozir ko'rinishi katta ko'rinishda, lekin ichidan bundan ham katta. Ushlasanglar shunaqangi og'riydi, ustidan ko'rinishda ham ichida shunaqangi qattiq xuddi bizga o'xshab o'g'ri toshib ketdi. Buni yechimini shunaqa zo'r topdim va juda ham chiroyli yordam beradi. 100% garantiya beraman, yuzinglardagi o'g'rini shunaqa chiroyli qilib yo'q qilib beradi. Demak, sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu mahsulotimiz Navich Plus 45608 kodlik naborimiz. Buni ichida instruksiyasi bor, qanday qo'llanishi bemalol o'qib ko'rib olsangiz bo'ladi. Ichida 5 ta mahsulot bor: umvalka, Vokruг глаз, sivoritkamiz, kunduzgi hamda kechki kremimizdan iborat. Buni ishlatilishi ketma-ketligini birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu naborimizni ishlatishdan avval sochlarimizni to'plab olamiz va qo'limizni yaxshilab yuvib tozalab olamiz. Yuzimizni umvalka bilan yuvishdan avval yuzimizni yaxshilab namlab olamiz va umvalkani ozgina suv yordamida ko'piklatib olib, yuzimizni massaj yo'llari orqali yuvib tozalab olamiz. Undan keyin sochiq bilan quritib olamiz. Ikkinchi etap ko'zimiz atrofi uchun krem. Bu krem ko'z atrofidagi dog'larni, marshinlarni, har qanday tushishlarni oldini oladi. Uchinchi etap sivoritka. Bu yuzimizdagi shu muammosi bor o'g'rilarimizni 7 qavatigacha tozalab, vitaminga boyitib beradi. To'rtinchi etap kunduzgi krem hamda tungi kremdan iborat. Kunduzi kun kunduzgi krem ishlatamiz, tunda tungi krem ishlatamiz. Mana hurmatli ayollar, qanaqangi mahsulot orqali yuzimni shunaqa chiroyli ko'rinishga keltirib, o'g'rilardan qutuldim qizlar. Sizlar ham shunaqangi o'g'rilardan qutulishingiz mumkin. Aynan shu mahsulotimiz orqali. Bu mahsulotni qanday olaman desanglar, mana ekranga nomerimni qoldirdim. Bu nomerda hamma sotsiyatlarim bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlarga skidka, qo'shimcha podarkalar bilan adreslaringizga yetkazib beraman.